O'zimcha zerikib ketdim. Misha bahmosanmigin, vali mishalar sotiladigan gruppasiga kiribman. Qo'ydan qimmat mishalar bor ekan. Buni otasi britanskiy bir narsa, ayasi shotlandskiy bir narsa deydi. Bu xuddi ikkosini nikohi bo'lganda aytib beradi. Buni o'zi ham britanskiy bir bola deb beradi. Nima bo'ldi britanskiy bir bola bo'lsa? Britaniyaga bez viza kira oldim. Yo, men uni bolasiman degandagi men qilsam Britaniya pasport olaman. Necha pul desam $450 dedi. $450. Aka dedim, menga oddiy misha berani, etik kiygan misha shart emas dedim. Miyav desa bo'ldi, u ajjari guju deyish shart emas desam, uka siz Amerikaning buni kaprizini ko'tara olmaysiz, har oy veterinarga olib borish kerak. Chota siz chichqon ushamasa ovqat bermayman deydigan odamga o'xshaysiz deydi. $450 olaman ekan, u chichqon ushamaydi ekan u. Men qishlog'imdan o'g'rim misha ushab kelaman, $450 u. Bitta sasga bersam, butun Toshkentda chichqon kalamushlarini qirib yuboradi. $450, $450 nitolka chichqon, u kiyik ushlab kelish kerak menga, tushunasizlar? Veterinar har oy deydi. Nima sizlar $450 ga Sahara borib misha sotyapsizlar menga? Yo, dalenasi bormi, yo tishiga breket qo'ydirish kerakmi uni? Qanday